Voy qo'shni, nima deysiz? Xullas kalom kecha merni mashinasi yo'qolibdi. Mashinasi? Da, qaysi mashina? Oltin gelik boru. Nima oltin gelik yo'qolibdimi? Da, men ketdim garaj. Voy palakat, odam degan shunaqa mashinani ham yo'qotadimi? Voy palakat. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men o'sha Krif va meni yangigina videorolikga xush kelibsizlar. Bolalar, tinchmisizlar, yaxshimisizlar, omonmisizlar? Tak bo'llar, xullas ko'ram videoga kirishlardan tez like bosib, kanalimga obuna bo'lishni tugmasini bosishni unutmanglar. Sababim tezroq mingtadan oshiq obunachilarni to'lab tashlashim kerak bo'ladi. Bunga sizlarning yordaminglar kerak. Sababim men bora 1000 ta kanal ochib, 1000 tasini hammadan obuna bo'lib tashlamayman. Sababi bilasizlar, bilmaysizlarmi bilib qo'yinglar. Qarashlar, telefonga o'zi bir 10 tami, 15 tami akkaunt ochiladi. Undan ortiq akkaunt ochilmaydi bo'ladi. Xullas ko'ram hozir men ketmonim mana ekan bo'ladi. Xullas ishimga chiqmoqchiman. Nima qilyaptilar? Deyishadi. Yigitlar nima qilyapsizlar? Yana tashab qo'yibsizlar. Buni olinglar hozir. Birlarga tiqib bular sas to'radi. Olinglar buni. Olmaymiz. Olmaysan. Qani olmaydigan bo'ldingmisan? Olmaydigan bo'ldingmi? Urma. Qo'ldingmi? Bir ursam olasan. Olmayman deb ko'ra endi. Qarashdak bola, ishimizni tezroq qilib tashlashimiz kerak. Bilasizlar, o'zi bo'la. Bitta dona ishim, bu ham polsidagi ishim. Bu qolib ketmasligi kerak umuman. Sababi agar bu ishim qolib ketadigan bo'lsa, juda ham yomon bo'ladi. Mer qishloqdan haydab boradi. Hamma ham xullas ko'ram, qishloqda hamma emas, o'zi hatto bitta odam, hatto bitta ish bilan shug'ullanish shart. Sababi qishlog'imiz uchun yaxshigina foyda va o'z foydasini tegishi shart. Qarashda o'sha telemam o'sha sevidan chiqib umuman yertilib ketdi. Qarashda mana bu yerda bitta tushib ketibdi. Palagacha tushib ketishdi ham yoqmaydi menga. Suvga tushishga ham yo'qadi, to'g'rimi? Undan qarasa o'zi qish qilib tugamadi. Hozirda suvlar ham, kunlar ham sovuq. Endi ikamiz buni bo'ldi. Undan keyin buni merga olib borishimiz kerak. Sababi bugun sovuq topshiradigan kunim. Hech kim ko'rmayaptimi? Ana bu yerda ham cho'ta bugun qishloqlar bir-biri bilan gaplashib o'tirishibdi. Nima qilyapsizlar qishloqlar? Qarachtak boru, mer nima so'radi? Boshi og'rib qopti. Nimaga? Mana bu oltin gelikni yo'qotib qo'yibdi, bola bag'ir. Oltin gelik akasiniki-ku. O'xshadi yo'qotib qo'yibdi deyapman. Yo'qotib qo'yibdi. Voy, palakat. Shunaqa mashinani ham yo'qotadimi odam degani? Bosh og'rib, bola baribir bosh og'riydi. Sababi oltin gelik. Oltindan yasalgan akasiniki deganda. Assalomu alaykum janoblar. Nima qilyapsizlar? O'sha yig'layverib, tiliz tomog'i sevidan chiqdi deyman. Men kalliz zo'raman. Nima bo'ldi? Mashinamni yo'qotib qo'ydim. Okangiz ko'rsa o'ldiradi. Yodimga tushirma shu narsani. Xo'p, qani o'shadan topib bermanga o'sha mashinani. Bo'ldi, men topib beraman. Yig'lamaydi, faqat siz o'pmi? Hali yashashingiz kerak. Xo'p, faqat topib ber iltimos. Xo'p, palakat o'zi jinni bo'pti yo'qlar qishloqlar. Boyatdan beri alla aytamiz, qo'shiq aytamiz, umuman vaqti yig'layveradi boru. Lekin oltin gelikni yo'qotgandan keyin yig'laydi odam degani. Mer bugun ishyomi? Ish bor, xullas 10 ta daraxt cho'g'iga ber. 10 ta daraxt, xo'p, mayli. 10 ta daraxt endi esa bo'llar o'rmonga olib kelishimga to'g'ri keladi. Lekin bo'llar qaysi kalla bilan qaysi xom kalla bo'llar oltin gelikni yo'qotadi. Oltin gelik tasavvurlayapsizlarmi? Bo'llar oltin vobshe oltindan yasalgan, bilmadim u qanaqasi yo'qolib yuribdi. Hozir bo'lib ko'ramiz hozir. Qarashda endi bu yerdan biz mana Toshkentga ketmoqmiz. Vobshe endi borib 10 ta daraxt chopib kelamiz. O'q daraxtlardan o'zi har doim mermanga o'q daraxt chopib kel deyshadi. Kelib shu mana tarafdan chopaylik. Mana bu tarafdagi o'rmonda o'sha ana bu daraxtni kamayib boryapti. Shuning uchun ekologiyaga bu juda ham yomon foyda, qanaqa foyda, palakat ziyon degani. Bu nima qilyapti bu yerda? Shoxsan bu yerda nima qilyapsan? O'rmon bilan dardini bo'lishyapman. Qanaqa dard bor seni men bilan bo'lishchi? Kecha Real yutqizib qo'ydi. Kecha Real o'ynamadi-yu jinni. Real o'ynagani ko'p vaqt bo'ldi. Qanaqasi yutqizadi? Amali bo'lib bu o'zi kallasini ketgan yigitlar hammasi bo'lib o'zman bitta so'g'ida men bo'shdan hammasi kallasini sotib o'rgan mashina olgan odamlar. Yana nima bo'ldi? Mayli bo'ldi. Hozir eng birinchi daraxt chopib keldik, undan keyin ko'ramiz nimaligini. Cho'ta bitta eshikka o'xshadi. Mayli, hozir bo'lib yaxshilab chopib, voy pulakat.
solg'isi tushib ketardi. Oyog'im qayir bo'lsam juda ham yomon bo'lardi. Tak endi esa hammasini sekin chopishni boshlaymiz. 10 ta daraxt, 4tasi bo'lib, 5 ta bo'ldi. Yana 5 ta chopsak bo'ldi. Undan keyin buni merga olib boramiz. Mer buni sotadi. Daraxt biznesi bilan ham shug'ullanib yuradi mer. Tak qani bitta va kellar o'rtoq bilan chopaylik. 11 taga olib borib beramiz. Bittasi esa mashinani yo'qotib qo'ygancha sovg'a. Tak endi esa bolalar nima bilmadim, hozir merga topshirib kelib bilan undan keyin ko'ramiz nimaligini. Lekin men ham qiziqaman, lekin keyinroqqa olib borsam mer menga urishib tashlaydi o'shaning uchun. Lekin bo'laman qatdan topaman u mashinani, endi meni bo'ynimga sobordi u mashinani topishni. Mayli bo'lib ko'ramiz qanday topish kerakligini hozir. O'ylab top ko'ramiz agar topolmaydigan bo'lsa. Lekin men chinni bo'lib qolishi aniq. Tak ner qarashdak mana oling 10 ta daraxt 11 ta olib kelib berdim. Topdingmi? Yo'q, topmadim. Hali izlashga ham ketmadimmi? Tezroq top, iltimos. Xo'p, topishga harakat ko'raman. Bu palakat endi qatdan topaman buni. Men polishsammikin? Ya'ni polchiga borsammikin? Bolalar unaqalardan yiroq tamiz polochimiz undan qarasa bola Ramazon oyi bilasizlar. Ramazon oyi bilan hammalarni tabriklab qolaman. To'g'ri o'zina o'tib ketdi u vaqti. Ya'ni sizlarga tabriklaydigan vaqt o'tib ketdi, lekin mayli bo'la. Hozir ham lekin Ramazon shuning uchun tabriklab qolaman. Tak qarashdak pulim nega oldim? Mayli bo'la kerak bo'lib qoladi. Sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman qarorchi. Tak mana bu tarafda yo'q ekan mashina, o'sha tarafda ko'raylikchi. Bu tarafda kelinglar boyaga eshikni ko'ramiz. Qarish bo'la qaranglar. Qishlog'imizda yana bitta magazin ochildi, hozir ko'rsataman. U yerda ana bu kamera, turli instrumentlar sotiladi. Hozir ko'rsataman bo'lasizlarga. Va mana bu vani qo'yat, mana bu marketimizga cho'tki tovarlar yetib keldi. Assalom qishloq, yaxshimisan? Assalom, qaray, tinchmisan? Tinch. Ana bu nimaga tinchmaysan? U yerda havo yaxshi almashish uchun. Shunali qarashdak bo'la qanday shunaqa narsalar uchun qarashdak bo'laman. Bitta o'z kamera olmoqchiman, sababi uyimga o'rnatmoqchiman. Kerak bo'lib qoladi. Tak 50 bitta monitor. Bo'ldi, всё. Palakat shu qiling yo'qmaydi, menga bersing. Endi Minecraft bo'lsa, u meni emas. Mayli, qarashdak bo'la qaranglar. Mana bu magazinga esa turli xil tovarlar yetib kelgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qaraychigar, yaxshimisan? Yaxshi o'zgalar qalay bo'la qaranglar. Kiyimlar ham menga yo'qolgan qizil kiyim yetib ketdi-yu. Yetib keldi, olasanmi? Olaman, brat, olaman, lekin hozir pulim juda ham kam, xamayli bo'ladi. Keyinroq pul yig'ib olamiz bo'ladi. Kamera oldik, juda ham yaxshi. Uyimga keyinroq o'rnataman. Hozir esa boyaga eshikka borib nimaligini ko'rib kelish kerak. Qayerda bo'ladi, boshda chiqsa ishdan. Bilmadim, lekin u yerga o'g'irlangan mamcha, sababi endi bo'lar qachon ko'ringlar, mashinani o'z oyog'i bilan ketib qolganini qaranglar bo'lar. Cho'ta mana bu yerga bittasi tushganmi yo oldindan qo'l bo'lgan bilmadim. Mana bu yerga ham bittasi tushgan bilmadim bo'lar. Qarashsak mana eshik, zaynab ketgan eshik. Bolam mana ekan mashina. Bola topildi. Balakat. Qaranglar bo'la, o'zida ko'rishlar mumkin. Bu chest oltindan avvalroq topdik bo'lim. Shu yerda ekan. Bilmadim bu yerga kim tiqib ketgan, mamcha o'g'irlagan odamlar tiqib ketgan, ertaga olaman deb. Lekin biz topib oldik. Endi esa buni merni o'ziga olib borib beramiz. Mer bilmadim bo'lim. Reaksiyani ana bu yig'lashni to'xtatib qo'ysa kerak. Lekin bu cho'ti juda ham sekin yuradi. Qaranglar, sababi bilasizlar oltin o'g'ri bo'ladi, buni tortish ham qiyin bo'ladi. Lekin akasi juda ham bo'y bo'lsa kerak, bilmadim, akasining mashinasi deganda. Endi esa buni olib boramiz, qarashdak olib borib, ya'ni uyning yoniga qo'yib, merni o'ziga aytamiz. Aytmasammikin? Bilmadim, bo'laman, markilla aytaylik, yurak tushib qolmasin tag'in. O'zi ham bo'la hozir yuragini zo'rg'a ushlab o'tiribdi. Qarorchi endi mana bir o'tib ketishga to'g'ri keladi. Qaranglar, ana bu mashinaga lekin vafshi cho'tki ekan. Qana sekin. Va juda ham yaxshi bo'ldi. Endi shu yerga qo'yamiz, normal. Vafshi cho'tki turdi. Endi esa merni o'ziga aytamiz. Mer, qarorchi sizga bitta cho'tki xabar bor. Mashina topildimi? Topildi. Umringda barakat, qasdan topding. Ana bu yerda qarashak bitta bunker borga, ichkariga kirib ko'rsam, mashina turibdi. Rahmat senga. Arzimidi. Bir qarashak borib 3 oy ishdan sani nima so'radi. Ana bu nima qilaman? Nima ozod qilasizmi? Yo'q, men o'z ishimni yaxshi ko'raman, ozod qilish ishatmas. Mayli, kirib o'zing bilasan. Rahmat lekin. Mayli, bilgar. Dushib. Bo'la ko'rlam qanaqa xursand bo'lib qoldi. Endi esa mana bu kameralarni o'rnatish kerak uyga, sababi uyga yana o'g'ri yeb qolmasin, o'g'ri yeb qolsa juda ham yomon bo'ladi. Qarashga ichkari kirib endi buni qayerga o'rnatamiz bilasizlarmi?
Bilmadim bola. O'shaning uchun sizdan ishlarini so'rayapman. Tak, bolani ko'zga ko'rmagan joyga o'rnatish kerak, chekkaga. Давайте mana bu yerga o'rnatamiz. Yo'q, mana bu yerga o'rnatamiz. U mana shu cho'tkadir shu yerga o'rnatamiz. Tak, qarash ulaymiz va birini bosib, qarach, mana o'zida ko'rishlar mumkin. Nu ishlar ekan, juda ham yaxshi. Polni, lekin mana bu taraf ko'rmay qolar ekan. Mayli bo'ladi. Nu kelinglar shuni ham to'g'rilab qo'yaylik. Nu ana bu taraf ko'rmasam, qayerdan bilaman shu tarafdan bitta narsa o'g'irlansa, nu yuzini ko'rmasam yomon bo'ladi. Tak, endi esa buni orqasidagi blok sindirish kerak. Все, нормально. Tak, endi esa menimcha shu yerga o'rnatsam normal bo'ladi. Yo, bu yerga ham. Voy, boshim qotib qoldi. Tak, qayerga o'rnatsa juda ham yaxshi bo'ladi. Давайте bo'lar shu yerga o'rnata qolsa, chekkaga o'rnatsam keyin. Давайте bo'lar shu yerga o'rnatsak, menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Tak, endi buni olamiz. Tak, stop, mana buni o'chirib qo'ysak bo'ldi. Endi hamma yoq ko'rinyapti. Qaranglar, cho'tki bo'ldi menimcha. Lekin balkon ko'rmas ekan. Balkon manasi ko'rinadi. Qaysi kalla bilan aytdim buni. Balkon aniq ko'rmas ekan. Sababi balkon bilasiz yuqori turadi. Bu esa pastda. Bilmadim. Fizika qonunlari prosta tupurib qo'ygan bo'laman bu paytda. Mayli bo'lganda bo'lsa barchaga xayr. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni va videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.